أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذاتي والأرضي. قال: والكلي إما ذاتي، وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس، وإما أرضي، وهو الذي يخالطه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. dedi. Şimdi bu zati ve erezi degan mazmunun üstüdeki kelimedir bu. Bab deyildi. Şimdi zati ve erezi. Biz hem de aldığımız dersimizin üzerinde meni kulliyat, cüz'i degan gapning üzerinde to'xtaldik. Endi bu yerda cüz'i degan gapning üzerinde onu da hech qanday nima yo'q, uni da bizningki unum aqliy bo'lgandan uni ustida tadqiq qilishning hojati yo'q. Chunki juz'iy degan gap, ya'ni bir parcha degan gap bo'ladi. Parcha degan gapning o'zi mana mushaxxas arabchada, ya'ni bizningki ko'zimizda ayrim nima qilamiz, uni ko'ramiz, uni o'qimiz. Unda bo'lgan bu anda turib aql qilib uni tafakkur qilolmaydi. Uni ko'zimizda ham odam shu odam shukan, egizkan, o'riqkan, semizkan, satkan, chiroylikan deb uni nima qilamiz? U boshqa bir ish. Unda bo'lganki biz buning ustida to'xtalmay, nimaning ustida to'xtalamiz? Kulli. Kulli degan nima qildik? Ana yuqorida nima qildik? Uni da bildik. Uni nima qildik? Uni da bildik. Bildik. Yani kulli bo'lgan narsa uniki tahtida bir qancha a'zo bo'lgan bo'lsa, shu narsaning o'zi nima deydigan bo'ldik? Uni jiq narsaga taqdisak, hamma narsaga nima qilgan gap, keladigan gap. Masalan, inson desak, insonniki tahtida bir qancha nima bor? Yani cüz'i var. 8 milyar deydi. Hemen deyimiz insan deyimiz. Bunda olan iken insanın üzerinin boğam olduğu yerde kulli boğam oldu. Hem de ayada cüz'inin gepini çok komayımız az edilgende. Anda olan iken kulli'ninki yüzü zati ve erazi olur deydi. Biz bu işin üstü toplarız. Hem de zat diyen ne mi? Zat diyen gepinin yüzü bizim Uygur'da Cenab-ı Özleri, zatları, zat-ı keramları deydiğen bir kişi var. Yani yüzü diyen nimede maniydi. Hem de bu yerden bir maninin yüzü zat diyen gapning yüzü bir hakikat ve onunki mahiyeti ve onunki yüzü asli diyen nimede maniydi çok keladi. Bununki lügat manisi şu. Lügat manisi şu. Hem de bununki şer'i, yani bununki ilim mantık. Mantık ölüm alanının nazarında zatını nim deymiz. Deylendi. Biz hem de zat doğandikken zatninki yüzü bir isim. Onunki ahırda nimine ekerimiz, yani yan ekerimiz. Zati yok deyimiz. Yani zatka mensup olan narsa degan gap, yani nimige hakikat mahiyetke bir narsa, hakikati mahiyet mensup olan narsa degan gap bo'ladi. Unda degan bo'lgandikken biz bununki üstüde şu toxtalamiz. Qanday zati deyimiz. Bu ilim mantiqniki o'zida hamma yerda bu oqidi. Hem bir gap qilishdimi, bir so'zlashdimi, bir narsa bildirish va uqtirishdimi, biz mush gapga diqqat qilishimiz kerak. Dikkat qiladigan ondan ya kitap yozmoqchi, ya tabliğ, ya bir leksiya, bir bermoqchi. Mushlar bo'lsa, o'shan ashtar gap qilsak, ondan bu gapimizning o'zi hamda muhtoj holiga rioya qilish bilan birlikda ondan ravurs yo'q gap qilgan bo'lamiz. Ondan arazi. Arazi degan nima gap? Asl lug'at ma'nosida orizi deydi, ya'ni arizi to'g'ri bo'lgan narsa degan gap. Bunda to'g'ri qoldi. Asli bu yo'qdi, yo'q bo'lgandan sirtda bunda to'g'ri qoldi degan gap. Bu itibardan bu yerdeki ma'nining o'zi lug'at ma'nosi shu. Ya'ni araz degan gap to'g'ri qildi, sifat, yiliqi binosi, sirtqi ko'rinishi, shakli deganidek nimada ma'nida bo'ladi. Endi bu yerda mantiq o'limalarimizdagi nazdagi arazi degan nima? Arazi degan gap, ya'ni o zotniki mohiyatniki qarshisi bo'lgan. Mohiyat degan nima? Haqiqat. Yani o bir narsaniki asli vujud achkadigan o narsa shu. Yani o narsa vujudga, yani o narsaniki aşı narsa bo'lish uchun uniki mohiyat bo'lmasa olmaydi. Uni haqiqat bo'lish kerak.
Ondaki o nesne kuludu dünyası çıkardan gel. Bu mahiyet kuludu zati. Buniki o mahiyetin işi kirmek oniki sırtke vay nemiken vay simisken, uğrukken, dörtken, saranken deydi. Mesela ilgisi pesken degandek mışıldak boğan bolsa o neskerahın üzü nim boludu o sipet. Nim boludu bizim Arapçada sipet deyimiz. Bu nim deyimiz onu mantık ölümalarımız nezeden bu erezi yoludu. Bu zati ve erezi her işkilisi nime kulli. Nime kulli olduğun bir iş var. Bunda o vadiken kullininki iki xil bölünüp birisi kulli zati, yeni birisi nime kulli erezi boludu. Biz zaten muşun üstüne kılmayız. Mantık olmalarımız zaten bunun nime deydi o? Bunun üstüne. Hem de dedi İsa Hoca'nınki sahibi olan Esiru dinil eberi diye Adem. Ne dedi? Vel kulliyyu imma zatiyyun dedi. Vel kulli. Bize yukarıda okuyan yeni bağlı. Yelak bilgen yelak kulli. Ayet iliplan nime zihni harici. Yelak biz bilgen kulli. Yani yelak kulli. Cüz'ini gibi kılmayımız hem de. O çünkü demiş kaviyeti dilimizde şu. Ya zatidir. Nime o? Ya ki zatidir ki o bir nersiki maiti. Yani o nersi dünyaya vücutga çıkışındaki asas nimesi o menbesi. Hakikati. Bunda onu da yani zati kulli olgan ki. Yani bunda. O zati kulli degan neyin gap desem mantık ölümarın nezeden o zati kulli degan şunda bir lafzidir ki kirdi bu zati onunki cüz'ilerininki hakikati içi kirdi. Onunki bir kançı neler var? Cüz'ileri var. Parça parça. Mana mushu parçaniki haqiqatniki bir parchasi bo'ladi. Haqiqatning nimasi bo'ladi o zoti degan bir parchasi bo'ladi. Parcha bo'lgandan keyin biz uni yuqorida kulli deb oldik zoti. Endi bu nima ekanimiz uni zoti shu deydi ekanmiz. Endi buni o'qish foyda nima? Yani hozir deganimizdek, mesela bir narsa tafakkur qilish, o'ylanish, tushunish, kitobni mesela matn kitob bo'lgan bo'lsa, uni o'qib, uni tushunib, musannif maqsadi nimada deb, mana ashta qilishga bizning nimamiz var. Gapni to'g'ri qilib, mana to'g'ri, nihoyat balog'atlik, fasohatlik, yetarlik ashundoq bir shaklda qilishga nima bo'ladi, yordam bo'ladi. Shunga bu gapni o'qib ketib boramiz. Endi mesela hayvonga o'xshagan nisbat bermak bilan inson va otqa deydi. Mesela inson degan nima? İnsan hayvan natık. Şudak hamdi. Hayvan natık bo'lgandan keyin mana bu hayvanning o'zi nima deymiz uni kulli yani. Uni taxti bir minch nimalar bor, parchalar bor. Endi bu nima hayvan u zoti. Nimishqan? Bu hayvonniki taxtida ana inson bor, nima bor, ot bor, kal bor, qo'y bor, it bor, pit bor. Qushqash bor degandek hamma jonliq narsa uniki turichu bor uning taxtida. Şu tahtidagi u bo'lgandan keyin shuniki tahtidagi juz'iyning ichiga, haqiqatning ichiga yiliqi zotiy bo'lgan mohiyatchi kirdi. Nima deymiz uni hammasini? Voy, hayvonni tortiq. Shunaqa. Ondan keyin oltinchi voy, hayvonni sohil. Ondan keyin nima? Ishahnichi hayvonni nima? Yiliqi arabchada yiliqi zahiq. Yani hayvonni zohiq. Mesela pitning maaşlar bu çünkü bu canlılık organik önlep mağdan deyimiz benim deyimiz iş kılıp aşınınki yüzüne yeni birisini ağrıp durduğun bir mahiyeti var. Onun işinin her birisinin var canlılık yüzü midrak organik hayvan var. O nasıl hayvan degen aş labzinin tahti mezmunun işi çok var. Onun içi maçı hayvan kirdi. Bunu deyken hayvanın üzerine ben muşdak boğan olsa onu zatı deyimiz. Bu yerde bir misal. Bu nima misal. Muşu misal kapandaki biz emeli turmuşumuzda, emeli hayatımızda bunu seliştiririz. Ne kılımız öyle? Seliştiririz. Seliştirip öğürüp başta çok kıldan gibi. Hani o gapni cık bilip ketkenlik andık bu adam gaptan bolu dedi. Natıkçı. Yani natık olan gibi. O gap gelmeydiğen. Mesela şey olan gibi. Bu çeklik olmasa uçağınızda adam dinde çıkıp koydu. Vay ben aklımı işlettim. Dep kılıverse günümüzdeki aşıda felsefe okup dinde çıkıp ketken aşıda nemeler var? Yine dinsizler var. Ateist. Hem de ya ki bu kullinin üzü nemedir? Erazidir. Yani, kulli zati olurken onu bildik.
Yeni birisi nima? Arazi. Bu arazi degan nima? Kulli arazi degan gap. Hem u kul, ammo bu nima? Arazi. Ya'ni nima? Hozir deganimizdek sifat. Ya'ni bu arazi anda bir masturki zid keladi, o narsa yuqorqi nimaga? Zotiy zid keladi. Zotiy nimati? U uni tahti bir qancha juz'i olib, uniki tahtidagi juz'ining mohiyati ichiga kirdi zotiy. Macho arazi degan gap u bir qancha juz'iy bo'lsin, lekin uniki tahtidagi juz'ining mohiyati ichiga kirmaydi. Unutilishicha u sifat bo'lgan narsa e'tirof qilinmaydi. Ammo biz normal insonlarning o'zi bunda gap qilish misol inson deganda bundoq qilgan desakmi, lekin uniki haqiqiy mohiyati u emas. Masalan, kulguchi degan o'xshagan nisbat bermoqlar kimga? Insonga. Masalan, insonni nima deb beradi? Dohik debdi. Dohik desam, men buniki o'zi nima? Kulli. Chunki zohid degan gapning o'zi kulguchi. Tushunamdi? Kulguchi degan nima bo'ladi? O gapchi bo'ladi. Kulguchi degan inson bo'lgandan keyin u chog'ning o'zida bu kulguchining taxtida bir qancha nima? Yuz afrod bor. Mana necha million. Buniki ichiga buni to'lishtirib, insonning o'zini zohid desak, u chog'ingizda insonning asli mohiyati nima? Hayvonot. U nima? Hayvoni zohid emas. U kuladigan narsa desak, bu mohiyat insonning asosiy mohiyati zohid desak, kuladigan desak, insondan boshqa yeni kuladigan maxluqlar bor. Masalan, nima? Maymun va unda boshqa bundaq kuladigan bir narsa bor. Unda o'lgan bu nima? Mohiyat degan gap faqat u narsa tepiladigan, uniki g'ayri tepilmaydigan narsa o bir narsa mohiyat bo'ladi. Haqiqati shu degancha gap bo'ldi. Deyman deydamdi. Husamiddin el-Hasan Kati degan adam. Şeriler. Ben nima qilaman? Hozir deymanki, kulli mana musannif degandek ikki qismga bo'linadi. Birisi zoti va birisi nima? Arazi. Nima uchun? Nima uchun ikki qism bo'linadi? 3 desa hammamdi, bir qism desa hammamdi, bir desa hammamdi desa, yo'q. Bu ikki bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu kulli bo'lgan narsa xoli olmaydi. Buni o'ylab baqsak, xoli olmaydi shuki bo'lg'ay, u kulli bo'lgan narsa uniki juz'iyning haqiqiy ishga kirgichi bo'lg'ay. Buni o'ylab baqsak, bir narsa kirib, shu kulli bo'ldi. Ammo shuniki kulli bo'lgan ashning tadbirkor juz'i va uni ichiga haqiqiy deb berilsa, uni ichiga kirgan. Buni tafakkur qilsak. Yoki uni ichiga kirmaydigan bor ekan. Unda hozir 3-chi, 4-chi yoki 1-chi yo'q. Eğer bir suada pas kayıkan kapı, çünkü bu çıkı dişinin sebebi şu. Eğer deyden musendir, eğer olsa o kıllı olan ise kirgiçi olsa, onunki cüz'ininki tehdit kirgiçi olsa. Yani ayet dilimizde. Mesela ne midir o? Mentık ölümalarımızdaki nezide zati deyiz. Bu zatidir. Bizdeki ne nokatımız hazır? Mentık ölümalarımızın kitabını okatımız. Mentık ölümalarındaki kitabını okandıkken bu adam mantıkçı olgandan keyin mantık asosan buniki o'z oldiga nimasi bor, uniki bir qoidasi bor. Unda olgandan keyin bularni o'zi mantiqda voy zoti, voy arazi desa biz mushun deymiz. Mesela hayvon o'xshagan nisbat bermoqlar nimaga? Insonga. Chunki bu inson Zayd va Amr Bakrning nimasi haqiqati. Nima haqiqati? Va hayvon kirguchidir, u haqiqatniki nima Zayd Amrning ishi hammasiga nima u kirdan midrak jurib. Nimishqa? Chunki bu hayvon boğallık cihetinden nima? Şu insan yoki şu insan boğallık cihetinden nima? Murakkab hayvon bilan notiqdir. İkisi murakkab. Şunkir deymi. Şunu o'xshash nisbatlarni otqa. Otqa nisbatlar bersahmu hayvonning o'zini, u hayvonning o'zi nima? U zoti. Nima uchun? Chunki bu ot murakkabdir, hayvon bilan sohildir. Tamam. Bu nima? Ot degan nima shundaymi? Ot degan cho'q bunda kishi deydigan bir nima u? Hayvon deymiz. Hayvon degandan ya'ni uniki shu mohiyatning ichiga bu zotiy bo'lgan hayvon nima qildi? Kirdi, unda uniki bu nima deymiz uni? Mantiq o'ylamadimizda zotiy deymiz. Endi madem endi zotiy, mohiyat, haqiqat degan gapning o'zincha to'g'ri, arazi degan gapning o'zi to'xtaladi. Endi va'da hazat tafsiri la takunu nefsul mahiyeti zatiyetun bel takunu minel eradiyati liennaha tuhalifu zatiyen
bizalike tefsiri ama yuhalifa ve eradiyun deydendi. Endi biz muşuda tefsir kıldık zaten üzerine. Men muşu tefsirge asasen bulmaydikken mahiyetin üzü zati olmaydı. Ne bulmaydikken? Zati olmaydikken belki boludikken o mahiyetin üzü eraziyatlarınki katarıcı boludikken. Neymiş kan? Çünkü bu eraziyat zatiga yukarıki tefsirden ne kılıdı? Muhalif oldu. Biz yukarıdan erzi nimdi do? Yukarıda erzinin üzü onu muhalif gelgen dedik. Bunda olankin mahiyetninki üzü bu nime o yerdeki zati olmayırken zatininki mahiyeti onun harici oludu. Bunu erzinin katarı çok buludu deydi. Endi bu muşuda okşamaydigan mentik ölümalarımızdaki özündeki otursu da. Muşuda kelgen bir ihtilafi nime o mesele. Madem muşuda degen bilen, yine bazı yerde aviyat nimdi do? Zatiyle mahiyet okşaş, hakikat şunda dedim. Ben bu adam hayatdaki mentik ölümanın tefsirge asasen, bak tefsir gidip adıdım. Hazır müştak tefsir kıldı bu mentik ölümanımız. Bunda o ki müştak asasen mahiyet bilen zati ikisi birbirisi kirmeydiken değil. İkisi birbirisi emesken. O başka iken. Çünkü mahiyet demen erziyatı katardın. Nemini katardın? Erziyatı katardıyken deydin. Neymiş kalsa? Çünkü o zatiga muş tefsirden zatiga okşamaydı. O okşamagan nersi nimde dokan yukarı kaydık asasen erzi. Erzi nimde do? O zatiga muhalif boğanız erzi doq deydi. Ve gaha değildi do. Yeni bir gap deydi o. Gaha değildi nerede? Mentik ölümalarımızdaki otursa ve kitaplarda zati olan nersini anda bir nersi bu erzimiz. Erez olmagan narsani ba'zi nima qilib qolgan gap uni zotiy deb qilgan gap. Zotiy deb qolgandan keyin biz yuqorida arzi degan nima deganto, arzi degan gapning o'zini mana 12 juz'ning haqiqatda ichi kirgan, ichi bir parcha bo'lgan narsa edi. Endi ma'noda deydi, bu yilqi arzi bo'lgan gapning o'zini u nima bo'lmagan, yani araz bo'lmagan narsaning o'zini zotiy degan ishimi bor. Araz bo'lmadi, ammo haqiqatda ichi kirmaydi. Yani bir narsa emas o chiqish emas. Mahiyatda ham chiqib ketmaydi o. Chiqib ketmaydi. Yani mahiyatda chiqib ketmaydigan ham nima emas, u narsa aynichi emas. Unda olarkan mushu vaqtning o'zida bo'ladi, mahiyatning o'zi matafsirga asosan zotiy bo'ladi. Bunda bo'ladi. Bu nihoyat inchki aqliy bir nima o gap. Buni endi o'qibda yana unda qo'yish emas. O'qigandan keyin buni oldirmay turib rasmiy tafakkur qilib o'ylani odam yo'q yerda agar bir qancha odam takror qilish olsa mayli undaqdan keyin bu odam o'zi rasmiy o'ylanib andan keyin buni qilish kerak. Hozir yangi o'qiyotganlar yoki anglagan bo'lsa buni qalbi ilishib ketadi. Ammo buni o'qiyvergandan keyin bir mazgildan keyin ana yuqori darajaga chiqqandan keyin andan ilm seviyasi ham oshgandan keyin andan keyin o'char o'zi bo'ldi. Chunki ma'naviy ruhiy narsa o'rnatgan hammasi qandaqki moddiy bo'lgan hissiy narsa bo'lganda o'xshash. Masalan, hissiy narsa ko'zimiz ko'rgan, burnimiz, qo'limiz anglagan narsa o'zi ta'riflab undoqkan, mundoqkan deb hammani jijib, ojizmash, orib, yuyilib boshlaqotganda ma'naviy ruhiy narsaga aloqador bo'lgan, ma'qul narsaga aloqador bo'lgan narsa bu adab o'ylanaversa, qilaversa bo'lmas. Mushu hissiydek bo'lib hamma narsa bujur qotadi. Ana unda bo'lsa lekin buning qarta aqliy bo'lgan narsaniki ko'pincha ixtilof bor. Chunki nima? Bu qalbi bor odam bunday chiqib qolgan bilan yeni bir odam qalbi aqli bunday qoladi. Yeni bir mayatchi bo'lgan. O'xshamaydigan ish bor. Men mayat deyapman hozir. Mayat qo'pib hozir zotiy degan nima ekan o yerga mohiyat emas edi. Endi mohiyat emas deb turib oqidan nima ekan mohiyat o'zi bo'ladi ekan deydi. Deyilmisan mana biz savol keltirib bunday gapni uchun demisin deydi. Birisi. Nimishqa? Nima deyapti? Jazman zoti o zot munosib. Zotga nima mansub? Zotga emas, zotiy degan nima degan gap? Yani el mansubu ila zot degan gap. Yani el mansubu ila zot degan bo'lganki bu mansub asli nima zotiy mansub bo'lgan ism. Buniki tahtida nima va zimr va. Zimr bo'lgandan keyin men bundaq bir ismlik o'zi xabar bo'lish nima loyiq. Shunday loyiq.
Chunki mubtada xabarniki o'ttirsa bog'lab turadigan, ikkisini o'ttirib bog'lab turadigan nima var? Nisbat zimir var. Mesela Zeydun qoimun deb bog'lab turadigan zimir var. Qoimun tahdidin bo'ladi ana xabarning o'zi mushtaq bo'ladi. Mushtaq degan gap u bir isim bir turdan turini parchalab chiqib, mana qildigan bir ism. Uning tahdida mubtadaga yongan nima zimir var. Bu mushtaq bo'ladi. Ammo zatiy bo'lgan vaqtimizda u al mansub ila zat degan vaqtimizda bu masalan zatiy bo'lganda u xabar bo'la oladi. Masalan nima deydi? Anta uyg'uriyun. Ana uyg'uriyun desak, men uyg'urman. Ya'ni nima degan gap? Men uyg'ur mansub turman degan. Ana degan mubtada uyg'uriyun nima? Xabar. Xabar bo'lgandan keyin bu ism jamid men bo'lsimi uniki shakli ammo ya'ni akli sharq uning tahti zimir va deymiz. El mansub ila uyg'ur. Men Qashqarlik, Xotanlik, men Paloniyalik desak, mana Qashqariyun, Xotaniyun desak ashtachu bo'ladi. Unda bu shunga mansub degan shu gap bo'ladi. Zoti degan gap. Unda durso'may shuki mohiyat zoti yo'q. Bir narsa keraklik o'zi u nima? Pocha. Pocha bo'lgandan keyin masalan men xo'tanlik desak, mesela xo'tanlik degan nima? Yaxshi yana. Men xo'tanlik deganga men Zayd, mesela Qashqarlik desak, Zayd nima? Pocha. Pocha bo'lgan apir zotini mohiyat dedik. Shunaqa endi. Mohiyat degandan keyin, "Voy taqsir, siz endi qo'pib mohiyat ashtaq devatsizsiz." Unda bo'lgan bo'lsa nima deydi o'changizda? O'changizda mohiyat degan nima? U pocha emas. Uning taraf ko'zimiz ko'rmaydi. U umumiy bir abstrakt bir narsa. Unda bo'lgan keyin bu mohiyat olmaysiz, mohiyat dedingiz o degan gapni biz o gapni deb baxmısin deydi. Biz bo'lmaydi. Nimishqa deyana naqul. Va agar unda bo'lmasa, unda demasak, men mohiyatniki, mohiyat zotiniki o'zicha bo'lmaydi demasak, lozim bo'lib qoladi bir shayni nisbat bir yuzga. Masalan, zot degan boshqa, zoti degan boshqa. O'changizda zotniki o'zi zoti desak, zotini zot desak nima bo'ladi o'changizda? Zot degan boshqa bo'ladi. Mesela xotan degan boshqa. Xotan yun desak-ku, o'changizda yun degan nima degan gap bo'ldi? Boshqa. Xotan degan gap ashaki muayyan bir tuproqning ichidagi nima? To'proq demas, zimin. Buni xotan deydi. Mesela Turkiston desak bizning vatanimizning shu. Mesela Aqsu, Qucha desakmi shu. Uning oxirida kelganicha xotanlik, quchalik desak, bu uning tahtiga kelgani pocha. Ne oldu parça parça. Siz ayet mahiyet ne dediğiniz ya o umum narsa, abstrakt yani umum bir narsa dediniz. Bu zati yupkal dediniz. Bunda o varken siz onunki üstüne aşıda desiniz uçağınızda mahiyet çok bomba kap kaldı o. Mahiyet oldu dediğiniz mesela. De bunlar hep sual demişsin. Neymiş kan? Çünkü biz deyimiz bulup cevap verip ma ataş yani mahiyetli zati tep ataş o loğu emez. Loğu emez. Yani lügatga mansub bo'lgan bir til emas. Bu mantiq ilmiga mansub bo'lgan bir til deydi. Hattoki lozim qolgan bir shay o'z nafsiga nima qilishi o nisbat berdi degan gap. Yana nima degan gap o'changizda? Ana Ürümchi yun desak, men Ürümchi desak o'changizda, Ürümchi bilan yana kelgandan o'xshash desak nima gap? O'xshashini o'zlashib qoladi. Bu to'g'ri emas. Deydi. Balki bu istilohidir. Mantiq o'lmalarga mansub bo'lgan bir odatdir. Unda onki bu savolni o'zini qilmaydi degan biz uchun kelmaydi. Buni o'qib qo'ying deydi. El cinsu ve nev'u ve feslu. Men bu cins, nev ve feslun üstündeki nime doğru baptır bu dedi. Yani bap yapmamızın biz hem de ayrım bir şarin yüzü işte ayrım bir mevzu koygandaki şuna onu bap dep böldük. Hem de cinsiga nime? Cinsiga gap asl lug'at emas o'xshash degan. Nima mushabat degan chu nima bo'ldi? Gapchi bo'ldi. Hem de o'xshash degan gap ammo bu nahviy ulamolarining istilohida cins degan nima? Mana bizniki Uyg'urlarning urf-odatida cinsida hem arablarniki urf-odatida va boshqa tillarniki o'zida cins deb ataladi. Her bir ulamolarniki o'ziga, her bir fandik ulamolarniki o'zi ataydigan bir xil nimasi var, ism var.
u qo'llanadigan, nemani qo'llanadiganligini o'rnatib deydigan bir odati bor. Masalan, mantiq o'limani jins degan bilan oylik nahiy o'limalari, istilo nima, sarf o'limalari, fiqh olimlari qilayotgan istilohatga jins o'xshamaydi. Nima u? Mazmun o'xshamaydi. Lekin jins nima bo'lgan bilan lafziy o'xshagan bilan. Nimishqa o'xshamaydi emas, ishlatga o'xshamaydi. Lekin lug'at e'tiboridan nima qildi? Umum jihatdan o'xshaydi. Endi jins degan nimaga? Lug'at ma'nosini o'zi o'xshash degan gap bo'ladi. Asli u. Endi keyingi davrning o'zida masalan u cinsiyet kelsa uçağımızda mesela erkeklerin gözü biz Uygur tilimizde erkek kişi diyen için bildiğin adet var. Bu cinsin neymen diyen çünkü bu örf adet. Bunu yapıp bu yapıp demek demez. Hem de şunu da o sol fikri ve nehi ulumanımız diyeceğim bir cins diyeceğim bir nesli var. O mağdur mayat divatkan cinsi okşamaydı. Hem de mantıklı ulumanımızın nezdeki cinsi ne mi? Mandak hem de. Mehdi mantıklı olmaz. Dedi şu İsa Hoca'nın musanif bo'lgan adam zoti hamda ayada zoti dedik zotini qanchaga bildik o kullining o'zini zoti va arazigacha bildik arazi va kulliga ya'ni zoti va arazi bilgandan keyin kullining o'zini endi biz bundaki zotini bir narsa maydin gapini qilgan bo'ldik mantiq nimada endi arazining gapini qilganda qildi u yashki chunki umumiy aqli mantiq yani o aqli ma'naviyat binasi bo'lgandan keyin ma'qul uni gapini qilib qolgan chunki arzi bo'lgan narsani ichida birimiz ko'lguchi va yozguchi molguchi tug'uvchi yeguchi desak buni tartibida bir qancha nimalar bor aflotlar bor buni yashon uni gapni qildi qovoq yuzida asli emas tobi endi zoti yuqorida biz degandek işte kullining o'zi zoti asli nima zoti va araziy bo'lar ekan unda bo'lgan zotini bilib bo'lib chiqib bo'lar ekan shu bilgan bizniki zoti degan gapimiz yo deyiladi fi javobi ma va bi hasbi shirkatil mahdati kal hayvoni bin nisbati ila inson val farasi va jinsi bu zoti bo'lgan narsa yo deyilguchidir anda bir narsa anda bir savolniki javobidiki u narsa o'zi shirkat mahsiniki nimasi bilan edi xolis o'rtoqniki hisoblab bo'lgan narsaniki shu javobiga nima qiladigan gap shu narsaning javobi shu deyilgan gap nima qilgan gap deyilgan gap yana javobi deyildi degan gap bir odam so'rabdi tushunamdi bir odam nima qilibdi so'rabdi so'ragan bo'lsa uni qarta nima beribdi odam bir javob beribdi javob bergan vaqtida javob bergan narsa shu javob bergan shu lafzingiz javob bergan ash mazmunning ichidagi gapniki shuni o'rtaq va uni boshqa bir qancha narsa xolis hech qanday nisbiy nima emas ashni keladigan bir lafz ekan bunda bo'lsa bu nima deyapmiz uni jins deyapmiz jinsniki mana mantiq o'limalarining nazarida jins deb kelgan narsa mushu Mesela hayvan o'xshash. Hayvan nima? Jins. Nima hayvan jins? Nisbat bermakdan inson va otqa. Mana inson, ot, eshak, kala, besh, qushqosh, mana beliq deganlar mushuning hammasiga nima deymiz unga? Hayvan deymiz. Bu hayvan degan gapning o'zi, masalan, an nima deysiz, nima deb so'rasa, voy hayvan degan nima? Eshak degan nima? Beliq degan nima? Kuşkaç degan nima, pisht degan nima, pisht degan nima desa, uçağımızda bu sualniki cevabına nima deb javob bermaymiz? Uniki hayvan deymiz. Nima deymiz? Hayvan natiq, ya hayvan sahil, hayvan nima maiz, ya hayvan bilimi deymiz. Deyish orqali ana ash naskaramizni tahdidga ash nimisin degan hammasi xolis o'rtaq ashtaq nima qilib ishlatildi. Ishlatgan bo'lsa, bu nima deymiz uni jins deymiz. Mana bu nima bo'ladi? Jins bo'ladi. Bu nima o? Cins. Mesela cins degan o'ziniki tahtida bir qancha nav'i bor. Turi bor. Turiniki o'zi. Jinsniki o'zi, turi bo'lgan narsa moyiti. Unda bo'lganki bu jins bo'ladi. Hadi hozir deganimizda nahviy ulamolarining islohi va boshqa ulamolarining islohida va odat gapning o'zida mana bu jinsni uning ma'nicha ishlatildi.
Mesela 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 cins deb kelsem, mesela er kishi ayol kishini cins deydi. Mesela nahviy bas kitoblarning o'zida cins deydi ularning urf odat. Chunki u yerda jinsga ma'mani emas. Ya'ni u cins bo'lgan o'zi u bir nima bo'lib, uning tahtida bir qancha a'zodan iborat bo'lgan narsa. Buni o'z ichiga olganlik uchun cins degan gap. Erni, ayolni bir cins, ar bir cins, ya'ni silib bo'lgan, ya'ni umumni bildirgan narsa cins deydigan gap. Bu nima o'xshamaydi. Ne yolu işte mantık olarak sadece onu cinsimek. Çünkü cins deyiş için onunki tehdide bir kançılığın növi ne bolsa, uçan tür olan bolsa, türünün içi kirgen bolsa sual sorsak, andaki bunu cins deyimiz. Çıkısı hoşuma gitti. Ve tunutuldu, ve yurassam deyin ki, ve tunutuldu o cinsinin şunu olan ki cezmen, o cins nemedir? Kullidir. Hayvan degenime kulli yani. Bir adam tunç pekkensinden çok kulli olabilirsin. Dil içinde nime cık nasik ki cık nasik dediğimiz mesela kelime ben işet, hayvan, insan, at, kalan. Yani müşcallahın hemmesi nime kılmaz. Dili de ki okşamaydı olan nimesi herfti. Mesela insanın nime natip, atın nime sahil, işetin nime zafir, zafir. Desek koyunun nime, benim merey desek maiz dep açtak yasak, bununki maiz bir-birisine okumaydı o, okşamaydı. Mene okşamaydı, ya hakikaten nimeden ma've degan cevapta cevap bergen bolsak, şu cevaptaki sualı dedim okumaydı onuğa okşamaydı, kavlan zatiyen. Yani zati kavl cihatte hakikaten bir-birisine okşamaydı. Kadar işek başka, insan başka, çok bir-birisine okşamaydı. Okşamagandayken men muşu so'rab baksak uca hayvan deymiz. Ucanda hayvan yani ortak oldu ama onunki maiti nime bir-birisiga o'xshamaydi. Men mushundaq degan bo'lsa biz uçamizda bunu deykenimizni cins deymiz deydi. Yani bir adam mantiq ilmi o'rganib, mantiq ilmida savol so'ragan bo'lsa, mushu bir savolning o'zida cins degan nima bo'lsa, uchamizda buniki javobiga kulliyun maqulun ala kasirina muhtarifin bil haqar fi javobi ma huwa qawlan zotiyan deb mushu aynan javob bersak, uchamiz yüz javob bergan bo'ladi. To'g'ri olamiz. Hem shunda qolgan mantiq kitoblarda deyotgan hammaning o'zida mush gapni deydi. Çünkü kitap meşri degende bu İsa Hoca degan bir metni kitap bulup buniki ilim mantiqniki umumiy yig'inchoqlab akagan hamiyat o'rtaq bir qo'llanishga ega bo'lgan bir metni kitap. Şu an bu muhtabar olib ketish shu. Bu kitobni yozayotgan, sharhlayotgan adam nojijiq. Shu kunimizga kelguncha hamma yerda shu o'qiydi. Mantiq ilm o'qiydi. Endi va yoki u zati nima imma maqulun zati nima shundaqda nima bo'ldi mana gapga asosan zati bo'lgan jinsi bo'ldi ekan bu gapni chiqdi va yoki u zati bo'lgan deyiluvdir ma'va degan savolniki javobida deyiladi nemishka shirkat va xususiyat hisobidan bir axloq ham bir qancha narsa nima bo'la oladi o'rtaq bo'la oladi ham u narsa aynan bir shaxsiy bir narsaga bo'ladi. Men ikkalasiga mushtaq savol so'ragansa buni javobni ashtaqchib beramiz. Ash gapning o'zi. Masalan, ham bir qancha narsa bo'ladigan, ham u narsa bo'lmay faqat yolg'iz tarkibi bo'ladigan ishtigan bir gapni deydi. Men buni deyotganimiz unima, men u zoti mushtaqni bo'ldi ekan. Masalan, inson o'xshagan nimalardan nisbatlarni zayd va amro bo'lgan. Masalan, zayd va amro deb savol so'rasa nima deymiz? Zayd va amr degan nima? Biz deymiz inson deymiz. Taqvamda inson degandan mana bu inson degan gapning o'zi zayd va amrohun degan e'tibor bilan bu xususiy bo'ldi. Ne bu? Mana zayd degan ayrim parcha. Hamda yana bir tarafi o'rtaq. O'rtaq bilan insonniki o'rtaq tarafi mana insonniki o'rtaq tarafining o'zi bu nima esa shu ortak tarafı hemmesi bir insan boğandı ki zetlerin hemmesi bir insan boğandı hemmesi deydiğen gap. Onu dikin ma zet emrahın ameliyatı közümüz kadar körüp bir iki adep aylık doğandı ki bu itibarlarla yine onu ne deydiğen gap onu insan tür deydiğen gap. Ne deydiğen insan değil. Ve bu insan ne deydiğimiz onu nev'i deydiğimiz.
Ve bu nedir o? Nev'idir. Türdür. Nev'inin menshemen tür degan gap bo'ldi. Uning jamisi şu envaun. Tür degan gap. Bir mantık ölümlerinin İsrail'deki nev'iymiş şu. Mesela biz avamını okuduk. Avamını ne dep okuduk? 100 amil kança? Yani avamın 100 amildir. Bu kança nev'i bölündü. Yani macı 13, 14, 11 bölündü dedik. Bu yerdeki iştivatkan türden ma nehi istedime. Mantık ölümlerinin İsrail'deki tür neymiş okşamaydı. Endi növ degan deyotganmiz. Buni tunutup bakmagan, nima deb tunishtirsangiz desa, tunutildi bu növ'ini şunu bilan jazma bu növ kullidir. Nima? İnson kulli yani. Bunun tahdid bir qo'sh nima? Juz'an bir deyiladi. Bu deyiluvchidir jiq narsaga. 8 milyar inson deydi, hammasi deyiladi-ki, bir-birisiga o'xshamaydi sonda. Sonda nima? Zayd aqil, Amr aqil, Amr aqil, Bakr aqil, Bakr, Abdullah, Abdullah, Abdurrahman deb qo'ymaydi, birisi o'xshamaydi. O'xshamaydi, ammo haqiqatsiz. Yani ağaç sandı okşamagan bilen ama hakikatini kıldı hemmisi okşaydı. Hemmisi nime? İnsan. Mağva diye sualın cevabı için müştahının kulağına gel. Zeyd akun, Zeydun mağva. Emrun mağva. Abdullah mağva ise şu sualındaki katarı cevap verip nim deyimiz? İnsan deyimiz. İnsan degendikken hemmisi insanlık itibaren hemmisi değilden orta. Ama haricda, hissida bir iki bunda ayrım bu itibardan bu nimiken o bu parçayken, yani muştak hususiyken, böyle muştakçı deyken bu ne oldu o? Gayri menime nev'i oldu. Yani demek bu yerde aşı zaten yüze kulli oldu demek cins olurken nev'i olurken. Böyle kulliyatı hamsi geldi hazır. Hazır ne geldi o? Aşı zati deyken, zati de hazır başlandı ya. Başlandığındayken ilim mentıkımızda kulliyatı hamsi deydiğen bir iş var. Bu hem yerde akıdı. Bu 5 nime o? Tür deydiğen. 5 tür gelgen. Mesela cins, nev'i, hasse, erz am, erz has. Muş 5 neyse kulliyatı hams deydi o. Şu bazı adamın üzerinde var. İsa Hoca'nın gapını kulliyatı hams degan gap. Çünkü bu adam ma kitabın üzerinde tunç katıp otur koygan adam. Ya onu resmi tədib, düşendirip koygan adam. Dep mundaq tür deydiğen gap. Ya muş gapın asas kıldı. Deylemdi. وإما غير معقول في جوابه يعني İmama İmam başka gap düşündürüptü bu adam. Bir gün cahil müşakireci okudu, evet inşallah. Ve imma gayri makulun fi cevap ma huve diyen aslında başlayıp okuyunuz. Ve ahir da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun istiyorsan. Allah razı olsun istiyorsan. Mesela külüş degan xususiyat inson xos, ayollar kulanmaydi degandek. İşte qo'y ustoz. Külüş degan xususiyat insonlar xos, ayollar kulanmaydi degandek. Ne? Her vaqt kulanmaydi, unda bir juz'iy degandikin ba'zi vaqtlar kuladi. Ya onda gap yok ya da bazı vakit türdiğin gap yok. Sözleşken hayvan sözleyenmeydi. Hayvan sözleyenmeydi. Hayatlıken insan sözleyeleydi degandek. İnsan yazarlaydigan, sözleyeleydigan, tefekkür kılalaydigan hususiyet ega degandek.
Marketing. İşte,